Ajoyib bir kelin vakillarimizga bo'lgan tuhfalar bordir. Shunday ekan, barchamiz birgalikda ushbu jarayonni kuzatish maqsadida sinatlar, rizqonlar tiylaymiz. To'ylar, fayzlar, yomlar muborak bo'lsin. Marhamat. Bugungi yig'ilishimizning asosiy sababchilari bo'lgan kuyovimiz Kamronbek va singlim Bonuxonlarga uzoq umr, tugamas baxt saodat tilayman. Bugundan boshlab kelgusidagi har bir kuni xuddi bugungidek shod-xurramga to'lishini tilab qolaman. Jamiyatimizdagi eng namunali oilalardan biri bo'lishini tilab qolaman. Bizning baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuringlar. Kim nima desin mayliga, qo'yib berdim haqning sayliga. Gap tekkizmang opajonimga, meni opam eng yaxshi opa. Hech bir yoqim chang yo'q edi xonada, ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida. Bugun uydan singlim ketar, yor bilan yelkasida iffat bilan, hamda nomus or bilan. Bonu singlim baxtli bo'lgan. Rahmat, salomat bo'lasiz. Hurmatli mehmonlar, davomiy qarshilikka arziydigan holat shunday ekan, mehmon